Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabı dersimizdeki bugünkü devamında İmam Bukhari Hazretleri namaz okuyan adamniki sütürse hakkındaki mezmunlarga to'xtaladi. Yani tövendeki babda imamның sütüresi aqdaki imamның keyinde namaz okuyatgan kişilerge sütür bola alaydı deydi. Yani imam aldığı sütürlep koysa bu ortak keyindeki. Hani bu yerde sutur degan nima degan vaqtida sutur degan bu yerda shu dalalarda namoz o'qigan vaqtida oldi qo'yib qo'ydigan hasa qatorliq yoki o'rindiq deganga o'xshash bir to'sanchi narsani sutur deymiz endi. Tam bo'lmagan vaqtida, masalan, bir doirada bo'lmagan ahvol ostida keng dalada namoz o'qigan bo'lsa yoki kengroq yerda oldiga bir narsa qo'yib qo'yamiz. Buning o'zini bir to'sanchini sutura deb ataymiz. Endi Imom Buxoriy Hazratlari yuqorida shu masjidga munosabatlik mazmunlarni bayon qilib kelgandan keyin bu yerda namoz o'quvchining suturasi haqida to'xtalyapti. Demak, bu nihoyat tartibli holatda bir-biriga bir xil bog'lanishi bor mazmunlarni bir yerga yig'ib eklyapti-da bu yerda. Bu 493 numaralı hadisde İmam Buxoriy Hazretleri bizge Abdullah ibn Yusuf hadis sözlep bergen dedi. Bu zat depti bizge Malik ibn Şihab'din, ibn Şihab, Ubeydullah ibn Abdullah ibn Utbe'din. Bu kişi Abdullah ibn Abbas'tan bayan kılıp şu adam mundaq depti. Abdullah ibn Abbas'da. Ben bir medeşkemge minip kelgendim dedi. Ki şu vaqtda men taza ehtilam bolay deb turgan vaqtim, yani o ishga 10 ishlarga kirib qolgan vaqtlarim deydi. Payg'ambarimiz Mina tog'ida kishilarga namoz o'qib turayotgan ekan. Bu albatta shu Hajjatul Vida jilnasi bo'lsa kerak. Chunki Janob Rasululloh o'lib ketgan vaqtida Abdullah ibn Abbosning yoshi 13 yosh edi. Keng dalada bir tamsiz, bir ochiqchilikda namoz o'qitibdi. Sapning ichiga kirib, ba'zi sapning ichida shunda o'tib, eshakdan tushib, eshakni qo'yib etdim, o'tlab, yaylab kelsin deb. Sap kirib turdim, yoki namoz o'qidim. Buni menga hech kim menga ayblamagan edi deydi. Voy, nima qilsa deb. Endi bu odam, bu bola Rasulullohning oldidan o'tmagan. Imomning oldidan o'tmagandan keyin orliq kishilarning oldida o'sib bo'ladi. Imomning oldida o'tmagandan keyin boshqalarning namozga bu yerda ta'sir etmaydi. Bu cheklanmaydi bu yerda. Demak, bundan imomning suturasi boshqa keyindagi namoz o'qigan kishilarga nisbatan bir sutura deganligini bildirdi. Yuqori hadisga raviylarning tarjimasi boshida o'tgan, bu yerda qayta takrorlamaymiz. Undan boshqa hamda 494-numaralı hadisga kelganda Imom Buxoriy Hazratlari bizga Ishaq hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu Imom Buxoriyning ustozlaridan biri. Bu hadisdagi raviylarning tarjimalari yana o'tgan. Bu kishi dedi bizga Abdullah ibn Numayr hadis so'zlab bergan. Bu zot dedi bizga Ubaydullah Nafi'dan, Nafi ustozi Abdullah ibn Umardan hadis so'zlab bergan bo'lib, haqiqatan Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Eid kuni namozga chiqqan vaqtida, chunki Eidda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam namozni hozirgi Masjid-i Nabiyda o'qimay, Masjid-i Nabiydan 400 metr jiroqlikda musalla, ya'ni namozxona deydigan bir keng dala ochiqchilik bor. Shu yerda o'qigan. Bu yer bugungi kunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki shu Eid namoz o'qigan o'rnini bir yodgor holatda tiklab, masjid silib xotirlab qo'ygan. Demak, Rasulullohning zamonasida masjidda o'qimay Eid namozni keng dalada o'qiydi. Yani şu Eid kuni chiqqan vaqtida ma'lum bir neyzini ekranda buyurdi, shu neyzini oldiga tiklab qo'ydi. Tiklab qo'yib shu neyziga qarab o'qiydi namozni. Kishilar Rasulullohniki keynida. Bunda avval hatto Rasulullohniki ben safarlarda boshdan yuz beradi dedi. Shu sababdan keyingi amir umrolar, shahzodalar, xalifalar, davlat kattalari payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki bu qilmishini o'ziga bir sunnat qilib davomlashtirib kelgan deydi. Endi tövende 495-numaralı hadis kelganda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Abul Valid hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu zot dedi bizga Shu'ba Avn ibn Abi Juhayfadan hadis bayon qilib bergan dedi. Bu kishi dedi men dadamdan olgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kishilarga Batha degan joyda namoz o'qib bergan dedi. Rasulullohning oldida bir hasa bor edi.
Şu vaqt peşimden eşkirket, esrini eşkirket okugan Resulullohning oldidan ham ayollar eshaklar o'tganda gap qilmagan yoki hech qanday bir karohiyat yomon ko'radigan avval bo'lmagan deydi. Chunki bular suturning oldidan o'tgan. Shunglashqa bu yerda hech qanday ayol va eshakniki o'tishidan namozga ta'sir yetkazgan avvallar bo'lmagan hamda. Bu Betha bugungi kunda masalan Betha Quraysh deb bir o'rin bor. Bu ma'ruf o'rin. Bu Betha Quraysh emas bugungi. Bu yerdagi bu Betha shu ayni vaqtdagi asli Bethaniki ma'nosi masalan yomg'ir sel kelgan vaqtida qum shig'illar oqadigan kichik bunda o'tang salmog'digan bir jilg'ilandi otildi. Buni shu Minaga yaqinroq Mina tarafda deyilgan. Lekin bugungi Betha Quraysh bu emas. Bugungi darsimiz bu shayx bo'lgan. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.